bitta katta xatoligi bolangizni Rossiyadanmi, Koreyadan chaqirasizda, uylantirasizda, keyin 40 ton o'tgandan keyin uni Koreyaga jo'natib yuboradi, kelin uyda olib qolasiz. Tavba qildim. O'shanda kim u sizga? Qulmi? Hay, o'zbeklar. Kecha ham bir ikkitasi uyga kelgan paytda dardini aytib o'tirgan paytda eshitib o'tiribman-da. Voy, qarang deydi, shunda o'g'lim chiroyli deydi, Koreyada ishlaydi desam, ha. Keyin nimaga ajrashib ketdimi desam, bilmayman deydi. Nima qildi? U yoqda ushdimi desam, yo'q, bu qoldi-ku. To'ydan keyin, bir oydan keyin Koreyaga jo'natib yubordik, uni pul topsin deb kelinni olib qolgandim. Deydi, men aytdim, "Yo, tavba qildim" dedim. Men ham ketib qolardim. Nima qiladi u yerda kelin? O'g'li Koreyada yuradi, mazza qilib. 2 yildan 3 yilda bir marta kelib ketadi. Kelin bu yerda nima qiladi? Nima u sizga qulmi? Sizni uyingizda yuradigan. Men ham ketgan bo'lardim. Ozgina kallan ishlatinglar. Bu nima bu? O'zbekning qizlari hammasi sizga prosta tak uylantirib qo'yib dang'ilama uchastka uyimiz zo'r, sharoitlarimiz zo'r deydi. Uni eri yo'q. Sharoiting nafik keragi bor. Eri Koreyaga ketib qolgan bo'lsa. Bu men Koreyada rosa ko'p o'zbekchalar bor. Bir-birini topib oladi, o'ta mazza qilib yashaydi. Bitta xotiniga, onasiga bitta qulni olib kelib beradi. Bo'lmaydi bunaqa. Men ham ketib qolgan bo'lardim. Ozgina bu ham bilimsizlik, ko'rdingizmi? Bilimli, ilmli odam unaqa qilmaydi. Va uylantirgandan keyin bu er xotinni ajratib bo'lmaydi. Dadasi Koreyaga xotinni ham jo'natish kerak yoki bolamizni olib qolamiz. Bo'ldi. Koreyani yig'ishtir. Alloh taolo o'zi nasibasini beradi bu yoqda. Rizq nasibamiz shu yerda O'zbekistonda ham terib yeyolasan deb bo'ldi deb o'tirib qo'yish kerak. Mana shu kelin ikkalasini. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana qancha bechora o'zbek ayollarining eng katta muammosi shu. Uylantiradi, Rossiyaga jo'natib yuboradi. Uylantiradi, Koreyaga jo'natib yuboradi. Qaynonaga pul kerak, pul. Keyin kelinini bitta qo'shnisiga o'xshab olsa, keyin "Hadaringga deb so'kib o'tirasiz. Nega so'kasiz? Tirik jon, energiya, svoya beradi seravna priroda. Tabiat o'ziniki talab qiladi-da. Bu yoqda o'g'lingiz to'g'ri yuribdi deysizmi, Koreyada, Rossiyada? U ham bitta masha pashasini topib qolgan.